Bir günleri meni saqçı idarəsinin materiallarını tərcümə qilishqa aytmadi. Manga yaşıroq milliy armiya askari avatilgan edi. Gerçi u Xitoy armiyasining formasini kiyib olgan bo'lsa-mu, milliy armiyaga o'zgarib kelganligi aniq edi. Bola manga turmushda ko'rindi. Ismi Roman. Ammo chunki men nazarbandiki gunohkor. U bo'lsa meni beqiyotgan yoyi edi. Shundoq bo'lsa-mu, yo'l bo'yi ichimni pishirgan vasvasidan qutulolmay oxiri ismingizni so'rasam bo'lamdi ukam deb so'rdim. Milliy armiya jangchisi Qasim Metniyaz. Yana boshqa gap bormi? dedi u askarcha. Siz Keriyaning qo'rg'a degan yerdan emasmi? Shundoq, voy, siz qandoq bilasiz? Men Aşı dadınızın ölgenlik xabarini əgərgən heliq adam şu. Esingizdə barmı? Vah, siz dərviş emas mıydınız? Yo'q, turqum dərvişdek bo'lib ketgan. Ammo men bir askardim. Siz berib ketgan oltin bizga xeli asqatqandi. Yomon chaqda yorimizga malham bo'lgandi. Yaxshiligingizni uzoq yodladim. Ismingizni unutib ketdim. Ismim Sobit. Ha, Sobit efendiler, gapimiz bo'ladigan odam sizgansizda? Bir neçə ildən keyin məni məcburi əsgərlik tutdu. Şu tutqan cəngələr, maqlağanlarla yəq başladı. Bu yerlərin adlarını oxuyayım dedi. Mən kimdən oldu əsgər olduğunu bilsiniz. Sokaqın əsgəri oldum. Barmağım doğruydunuz ki, sokaqında şu Xitaylar işlər verilmişmi? Bu yaş özünün xalqına qarşı baş götürübdü. Bunun əsgərlərinin aslasını çıxarıbdü. Bizni qançıq verib, şuna qoşulmam bu deyişib, çoğlarla məsləhət görüşübdü. Mən Sopaxunkamның qoğduğucusu idim. Qaçdıq. Xitaylar aqımızdan yaman qoğladı. Etişib qaçdıq. Taza qıynadım. Amma axırsıda milliy armiya tərəfə ulaşdıq. Keyin milliy armiya bizni başqa polklarga ödəbətdi. Sopaxunkamı polkovnik oldu. Mənmi Xitayning askeridən milliy armiyaning askeriga o'rildim. Mana shu. Əmdicu, yana o'rildingiz. Ha, rost. 5-ci korpus bo'lib, Azadlıq armiyaning askeriga o'rildim. Əmdi yana Xitoy askeri bo'ldimda. Dedim onu qasdən sınab. Ammo uning chiroyi o'zgarib ketganidan yana qo'shib qo'ydim. Ya bular Xitoy emasmi? Ammo bular degan kommunist, ezilganlarning, kambag'allarning g'amxo'ri. O'g'lim shundoqdir, ammo yana Xitoy. Sabika, biz sizning yaxshiligingizni ko'rgan, sizga yomonlik bo'lishini ko'nglingiz qolmaydi. Ammo mana gaplarni qilsam, odamni tanqid qo'ysizmi? Qasimni bu dərgahlarda təkrar gördüm. 1953 yılı 3 ayda qismlarni qisqartish elib berildi. Qismlar ikki turga ayrılıbdı. İşqur qismlari. İşqur qismlari Xitoycha Bingtuan ishlab chiqarish qurilish armiyasi. Bu qisqartilib İşqur qismlari deb elindi. Abdurdi. Va davlat mudofaa qismlari degandik. 1954 yılı 5-ci korpus qo'mondoni Zunun deyib Beijingga o'qishga avatildi. Shu yili 5-ci korpusning ko'p qismi qisqartilib, kasb almashtirildi. 6-ci oyga kelganda 5-ci korpusning shtati butunlay amaldan qoldirildi. Milliy armiyadan qolgan eng oxirgi 3 polik bo'lib, 3-chi otliq mustaqil polik Qashqarda, 4-chi polik Ulanbayda turdi. Bu poliklar bevosita harbiy rayonga qaraydi. Bu o'zgarishlardan keyin millatning beshga nimalarning kelishi ma'lum bo'lib qolgan edi. Degandek, milliy hislar uyg'oq ba'zi ofitserlar qo'lga ilindi. Ba'zilari yerlikda
Bu odam 90 yoshlarga yaqinlashib qolib yaqin arada tavarruk bo'lib qoladi. Shunga uning duosini olay deb shogirdlik burchimni ado qilib, doimla hol so'rab turardim. Bir qaytim ma hazratning ishxonasiga ketib etib, koridorda Rahim bilan do'qilishib qoldim. "Ha, bu taraflarga kelib qoplig'im", dedi u kadrlikni qamlashtiradigan o'sha bilan. Men bu odam yeni vazifaga o'tirdimi qanday deb o'yladim, uning yuzi herilib bo'lgan divanning yuzidek yog'ilshan o'paqlab turdi. U menga darhol o'zining kimligini bildirib qo'yishga aldirab, "Ishxonaga kirib birdan o'tiramlar ya", degandi. Shunda "Ha, bu siyosiy kengashda ishga tushibdi" deb bildirdi. "Rahmat, men moliya uchun hazratim istab kelgandim", dedim uningga "Sana ehtiyojim yo'q" deganini bildirishga aldirab. "Majushini izlab qoplig'i bir iltimos bormi ya?" "Yo'q, yana nima iltimos bo'lsin? Ma hazratim mening xitoycha va arabcha ustozim bo'ladi. Turmada meni o'qitgan, shunga doim yo'qlab turaman. Qaytishda vaqtlari bo'lib qolsa, kirib o'tayman. Mening ishxonam o yoqdagisi, Fujushi deb yozilgan", dedi u kimligini takrorlashdan boshdan chiqdi. "Inshaalloh, qarayman", dedim ammo uning ishxonasiga kirmayli ketdim. Aramızda o'rtaq til yo'q edi. Burundan suhbatimiz aplashmaydi. Bizning tanishlarda faqat Rahimning ishi bir oz bombo deyilishdi bo'ldi. U bizdek nazorat ostida ishlashdan xeyli burunroq qutulib, uy makon tutib xotirjam bo'lib qoldi. Aslida Uyg'urmi uning bilan o'xshash bo'lgan bo'ladi. Ammo u og'zini shu tutamlar, gapga kelsalar, kommunistlar Romanning yaxshi edi. Biz ishonchsizlik tamg'asini urishga sabab bo'ldi. Uning harbiy maktab o'qigani mening qalbimga bandi. Maktabga qo'ygandim. Qaytishda qattiqlikni qilib kirmay ketdim uchun menga g'ash bo'lib turgan uchun uni uyda ziyorat qilishim biz barliq ma'naviy g'oyalarimizga, moddiy farovonlikqa mana shu kompartiya rahbarligida yetimiz. Uningga gap qilishning o'rni yo'q edi. Bo'libmi men? Ammo Uyg'ur savoqdoshlikning yuzisidan ancha yuz xotira qilib o'ltirmay. "Rahim, sen bizga majlis echvatamsan nima?" dedi masxirlik kulib. Biz shuningdan to'yib ketib, birdam yerimdan o'zimizning panoni qilib o'ltiramizmiki deb keldiqchima? Mana shundoq qilib suhbatimizning kayfi o'chdi. Shunga bir nimalarga bahona qilib tezlik xo'shlashdik. "Vallahi billahi, Gomindan mao kommunistlardan ming yaxshi", dedi Uyg'ur talog'i chiqib qaqshab. "Har ikkisi Xitoy", dedi u mening tomurimga ko'ra gap yasab. "Ammo ikki Xitoydan birini tanla desa, Mao'sidan unisi yaxshiroq." Men yana javob bermadim. Uzoqda qolgan o'tmishimizni esladim. Mahmudli apandi hayot chog'larida mush yigitlarning hammasi bilan bir g'oyaga ega edik. Mana endi qandoq bo'lib ketganmiz. Rahim balkim jahonning ramdoriga kirib elib, jonni boqmaymi deb o'ylagandim. Shuning uchun uning o'rnini qumlashib, siyosiy kengashda muavin boshliq bo'lib qolgan edi. Bizning Muhammad Qari otganmi yaxshi gap. Ammo Qaramayda qidirib tekshirish shirkatining direktori ham bosh injener ekan. Ammo shu onda men Uyg'ur qilich qatorliqlarning holi mingshib turibdi. Hozir u nazorat qoldirildi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, zamonasining aktivlari bo'ladi emasmi? Shularning ko'zida biz hamon gezenda jahongirlarning gumashtisi edik. Ajoyib gapda bu. Ko'p o'tmay 3ga qarshi, 5ga qarshi harakatning samarasi sifatida bir turkum xalq dushmanlari jazolandi. Bu qatorda jangovar do'stlarimizdan Abdurahim
keyin sho'rliq etim bilan yurtga borsam, shu yerda hamma yerda bo'lganidek aktiv qoldim. Ular balamning oldida o'z yurtimda yaqinga esilsa deganlarni o'ylasam, pul topsam bormayla, pul avatib beraman deb o'ylaydim. Xat yozmoqchi bo'ldim. Ammo shuncha yil hech ko'rinmagan bir dadaning bir parcha quruq xati yetib kelsa, ta'siri qandoq bo'lardi deganda ikkilanib qoldim. Imkonim bo'lganda oldi bilan avatay deganni kutdim. Abdulning hayoti yaqinlashib qoldi. Unda nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Zarba berish harakatlari elib berilib, nurg'un ishlar bo'ldi. Abdulning hayoti sharqsida Sayfiddin uyga chaqirdi. Ko'chada uning rais bo'ladiganligi haqida gaplar aytdi. Bundaq chaqda uning meni chaqirtishining sababini qiyos qilishga bo'ladi. Meni birlikda ishlashga da'vat qilish uchun bo'lishi kerak. Turmini universitetga aylantirayotganing namlidim. Kela o'tir. dedi. Görüşmeyla gapni maqtashdan boshladi. Ha, shundoq bo'ldi. Bu qismatning bir turlik jinnisi bo'lsa kerak. Hatto Damolli bo'g'ning namlidim, dedi Sayfiddin. Uning talaffuzida men xuddi keragi yo'qli bir narsaga vaqt bilan zehniy kuch sarf qilgandek bilmas masxara e'lon qiladi. Aslida hammamizning o'zimizdan bir g'oyani ko'zlaydigan, bir shuarni so'zlaydigan, bir maqsad hayatning yo'l ayrishiga tex kelmagan edi. To'g'ri xatoni tex bilmaydi. Hozir bilgandiqmi? Hozir bildim. To'g'ri yo'lda topdim. Xato yo'lda ketayotganlarimizmi yo'q emas albatta. Bizning hadimayla talashdan chiqib boshlab qolganimizni sizga Ayibxon boshqa Efendim, mehmon dostuğa taklif qilgach vaqtirishasiz. Sen xotirjam bo'l. Qo'g'inliqdan o'qilgan so'ymini bilib berib yegan septashlar. Vaqtirishibmi, urushmay ayrilisha olaymiz, dedi Ashqar tarafga qarab. Shundoqmi dedi. Sen degan yangi mening mehmonim bu. Dasqonga baqqash gaplashayli. Sen beqiva, men oyimga bir gap deb qaytaman, dedi u va darhol boshqonga chiqib ketib, Ayibxon bilan pichirlashdan turdi. Mushu fursatda çay şirasi ustida ochiq sahifasi tum qilib qo'yilgan bir kitobga ko'zim tushib qoldi. Uyg'urlarning tarixiga oid bo'lishi meni qiziqtirib, darhol qo'limga oldim. Sayfiddinning echib qo'ygan yerini yuttirib o'tmaslik uchun u yerga bir barmoqimni qo'yib, kitobning bosh oyog'iga solib soldim. Kitob 2 tomdek qiladi. Nashr qilingan vaqtmi mushu kunlar ekan. Kitob ichki material ekan. Umumiy ko'zi tushdan keyin Sayfiddin echib qo'ygan yeriga qaytib o'qib baqdim. Karamat qo'rlarga ko'zim tushdi. Aslida biz bu yurtga ko'chman Xitoylar yerlik ekan. Bu esingizda bo'lsin. Bu haqda keyin tafsiliy so'zlashamiz. Hozircha men Sayfiddin bilan bo'lgan gap so'zlarimizga qaytaman. U qaytib kelib qarshimda hamdasqon bo'lib o'ltirib olgandan keyin boyqi gapini kelgan yeridan davom qilish uchun to'g'ri yo'lni topganimdan shunchalik amin holda gap qilganimga havasim kelyapti, dedim suhbatni uzilgan yerida. Sen men ishonmaydigan o'xshamamsan. Ishonishni o qadar xohlardim. Shu tanlagan yo'lingning to'g'ri bo'lishini hatto sendan umid. Agar xato chiqib qolsa, ziyonning qanchalik bo'ladiganligini mo'lchallab baqdim. Hech o'rniga kelmaydigan turdi. Men sening kommunizm dushmanligi bilan to'lgan mafkurang haqida anglagan edim. Ashu ko'ni aqidada shubha etib turibsan. Naqadar johillik. Balkim bu sening jahon ko'rmaganligingdan bo'lsa kerak. Bu gap menga toza muhim keldi. U o'zicha jahon ko'rgan bo'lib ketib, meni chet elda o'qimagan demoqchi balkim. Shunga boyiqi meni salomlash bilanla tilga olgan gapini eslatishga majbur bo'ldim. Sen meni Gorkicha universitet bitkizgunimni tilga olganingni unutib qoldingmi yoki qasdan o'zingni o'qishtirayapsan? Men universitetda faqat til o'rganish bilan cheklandim. Marksizmni o'qidim. Buning uchun cho'qim Toshkentga berishim kerakmidi ya? U mening tabiog'imni sezib
dərhal gəpni başqa temaga yetkən vəziyyət